Shu kabi perehodni After Effects orqali tayyorlashni 55 soniyada ko'rib chiqamiz. Yangi Solid ochib, kadrni tashlab olamiz. Kadr ustidan dumaloq shape chizib, strokni o'chiramiz. Anchor pointni markazga qo'yib, shape'ni video pastiga o'tkazib, videoning track matidan shape layer 1 ga qo'yamiz. Shape'ni kopировать qilib ko'paytirib, yangi shape'ni pastga tushirib, strokdan rang va o'lcham tanlab, ko'zni yoqib qo'yamiz. Ikkinchi shape'dan add'ni bosib, trim parts beramiz. Trim partsdan animatsiya tugaydigan nuqtaga qo'yib, end'ni yozamiz va boshlang'ich nuqtadan 0 ga tushiramiz. Animatsiyalarni silliq qilish uchun keyframe'larni belgilab, klaviaturadan F9 ni bosamiz. Grafikni shunday to'g'irlaymiz. Birinchi shape transformidan scale ni video to'planadigan joyga yozamiz. Animatsiya boshlanadigan nuqtaga qo'yib, scale ni video to'liq bo'lgunicha orttiramiz. Birinchi shape scale ni kopировать qilib, ikkinchi shape ga qo'yamiz. Tayyor. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni saqlab qo'ying.